Bir tanishimga Madinadagi soyabonlar yoqib qoldi. Toshkentga qaytsam, uyimga bitta mana shundan qo'yaman dedi. Ammo bu soyabonlarning narxini aytganimda hayratdan yoqa ushladi. Keling bugun mana shu soyabonlar haqida batafsil gaplashamiz. Madinadagi bu soyabonlarning balandligi 22 metr, kengligi esa 25 metrga 25 metr. Soyabonlar soni 250 ta bo'lib, bir vaqtning o'zida 150 ming metr kvadratni soyalantiradi. Hamma ko'rishni xohlaydigan bu soyabonlarning ochilishiga 3 daqiqa ketadi, yopilishiga ham xuddi shuncha vaqt. Ana endi navbat bu soyabonlarning narxiga. Har bir soyabonning narxi 5 million dollar turadi. 250 ta soyabon borligini hisobga olsak, taxminan bularning qiymati 1 milliard 250 ming dollar. Taqqoslash uchun aytaman, Dubaydagi mashhur Burj Xalifaning qiymati ham deyarli mana shuncha. Biri faqat tijorat maqsadida qurilgan bo'lsa, ikkinchisi faqatgina insonlarga foyda keltirish uchun. Agar sizning ham mana shuncha miqdorda pulingiz bo'lganda, qanday ishlatgan bo'lardingiz? Bu savolning javobini va o'zingizga qiziq bo'lgan savollarni izohlar bo'limida yozishingiz mumkin.